Assalomu alaykum, hurmatli aziz birodarlar. Mana shu silosimizga xudo xolasa shu 45 kuncha bo'ldi. Bir oydan o'tdi to'kkanimizga. Mana sekin ochdik. Mollarga yegizdirgani. Ko'rib turibsizlar, sarg'ayib juda zo'r ahvolda. Yaguar kombaynida urilgan. Cho'tka holatda chiqdi. Juda ko'pchilikdan savol bo'lyapti, necha kunda ochiladi. Hozirgi kunda kamida 45 kun. 50 kunda ochsangiz ham bo'laveradi. 1,5 oy bo'lish kerak. Boshida to'kilgan silosni mana ochdik. Tepasiga shunday shag'al tashargan edi, shag'al bilan ko'milgan. Eslaringda bor, anitlarga ham ko'mdim. Mana shunday ko'mib kelganman. Video syomka qilingan. Xo'p, do'stlar, bunga mana shu qopdagi somonni aralashtirib, sekin bu silosga o'tkazamiz. O'tkazishda 50 ga 50 aralashtirib, sekin-sekin o'tkazib olinadi. Chunki bu yangi silosda eski silosimiz tugadi bahorgimiz. Alla-balla mollar o'tkazib olamiz. Video syomkamiz yoqqan bo'lsa, bittadan like, podpiska, tan joylaringiz sog' bo'lsin.